Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. O'tgan yili yangi Andijon shahriga qilgan videoyimiz 30 ming marotabadan ziyod ko'rilib, ko'pchilikda qiziqish uyg'otgan edi. Bir yil o'tib, yana shu yangi Andijonga video reportaj tayyorlash uchun safarga chiqdik. Videomiz davomida yangi Andijon shahrida bir yil davomida amalga oshirilgan yangi ishlar, qurilishlar, o'zgarishlar haqida batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, yangi Andijon ketaverishdagi yo'lda o'ng taraf qismida harbiylarga atalgan bog' tashkil qilingan. Bu yerga harbiy texnik vositalar, vertolyot, tanki, samolyot va boshqa harbiy texnika jihozlari o'rnatilib, tashrif buyuruvchilar uchun bog'ga aylantirilgan. Bu yerga ko'pincha o'quvchi yoshlar, bolalar, shuningdek o'smir yoshdagi o'g'il-qizlar tashrif buyurishyapti va ularda katta qiziqish uyg'otyapti. Yangi Andijonda ko'plab qurilish inshootlari amalga oshirilyapti. Masalan, o'tgan yil qurilgan bino yangi uylar qatoriga yana yangi loyihalar asosida zamonaviy ko'p qavatli uylar qad rostlab ulgurgan. Xususan, yo'lning yuz qismida joylashgan ko'p qavatli binolar zamonaviy uslubda qurilyapti. Yangi Andijonning kiraverish qismlari ham o'zgacha bir dizayn uslublarda, landshaft uslublarida keluvchi tashrif buyuruvchilarni o'ziga tortadigan tarzda e'tibor bilan obodonlashtirib kelinyapti. Yangi Andijon shahriga tashrif buyurgan har bir shahrimiz mehmonlari bu yangi shaharchani tez suratlarda o'zgarayotganligiga o'z ko'zlari bilan guvoh bo'lib, yanada islohotlarda jadal amalga oshirilganiga amin bo'lishmoqda. Video davomida sinchkovlik bilan qurilish jarayonlari va aholi turmush tarziga oid infratuzilmalarda qay darajada tashkil etilganligiga e'tibor qaratamiz. Xususan, yangi Andijon shahri yo'llari ravon, tekis asfaltlar bilan qoplangan. Bu yerda aholi uchun ko'plab maishiy, shuningdek xizmat ko'rsatish va ishlab chiqarish korxonalari, maktab, bog'cha, boshqa infratuzilmaga oid bo'lgan servis xizmatlari ham tashkil qilingan. Yo'lni yuzlari, piyodalar yurish yo'laklari zamonaviy belgilar bilan, chiroqlar bilan yoritilingan. Shuningdek, ko'kalamzorlashtirish, obodonlashtirish ishlariga ham yangi Andijon shahrida alohida e'tibor qaratilib kelinyapti. E'tibor bering, mana shunday go'zal gullar har bir o'sha zamonaviy binolarning old qismlarida, yashil zonalarda o'ziga xos chiroy bag'ishlab turibdi. Ko'chalar keng, ravon, shuningdek avtomobillar uchun qulay parkovkalar ham tashkil qilingan. Bir yil davomida yangi Andijon shahriga ko'plab insonlar ko'chib kelishdi. Bu yerlarda istiqomat qilishni boshlashdi. Natijada mana shu ko'p qavatli binolarni pastki birinchi qavat qismlari aholi iste'mol darajasini qondirish maqsadida xizmat ko'rsatish, do'konlar va boshqa turli maishiy maqsadlar yo'lida foydalanishga topshirildi.
Yangi qurilishlar ham o'z navbatida to'xtab qolgani yo'q. 1 yil davomida yangi Andijonda ko'plab yana yangi ko'p qavatli binolar qurildi. Xususan bugungi kunda ham yana 10 dan oshiq yangi qurilish korxonalari bu yerda ko'p qavatli zamonaviy turar joylarda qurilish ishlari bilan amalga oshirib kelishyapti. E'tiborli jihati, yangi Andijondagi ko'p qavatli uylar shahardagi boshqa hududlarga nisbatan ancha arzonlashtirilgan. Sababi bu yerda katta loyiha, katta hajmdagi o'sha ishlar amalga oshirilyapti. Bu yerlarda kvartiralar ko'p, bemalol insonlar sotib olishlari mumkin. O'rtacha kvadrati 4-5 milliondan tortib, premium darajadagi xonadonlar 7-8 milliongacha baholanyapti. Hattoki bu narxlardan ham arzonroq bo'lgan narxlarda ham uylar topish mumkin. Xususan bugungi kunda viloyat va respublika miqyosida nom chiqargan Yakin Group, Business House, Brand House va shunga o'xshash ko'plab korxona, qurilish korxonalari mana shu yangi Andijon Bobur massivida zamonaviy ko'p qavatli aholi turar joylariga moslashgan xonadonlarni qurib topshirishyapti. Mazkur xonadonlarda barcha sharoitlar, infratuzilmalar, kommunal xo'jalikka oid barcha texnik jihatlar zamonaviy tarzda ta'minlangan. Bu yerlarda ham toza ichimlik suvlariga budkalar o'rnatilgan, xususan o'sha filtrdan o'tkazilgan aholi sotib olish uchun mo'ljallangan budkalar ham tashkil qilingan. Ko'p qavatli uylarda har birida bolalar maydonchalari, avtomobillar uchun maxsus turargohlar, shuningdek chiqindi tashlash zonalari tashkil qilingan. Yangi Andijonda o'ziga xos jihatlardan biri bu havosining tozaligi bilan ajralib turadi. Masalan, bu yerda yozning issiq kunlarida ham o'ziga xos yengil shabboda mavjudligi insonlarni o'ziga jalb qilib kelmoqda. Qish kunlarida esa shaharda o'sha havosidan ko'ra ancha musaffo va sof bo'lgan havolari bilan ham ajralib turadi. Bolalar uchun mo'ljallangan maydonlar ham zamonaviy uslubda qurilgan va har qanday insonni o'ziga jalb qiladigan darajada e'tibor tortadi. Shuningdek, shahar aholisi ham kundan kunga ko'payib rivojlanib bormoqda. Ular mazkur hududdagi maktab, bog'cha va turli xil o'quv markazlarida o'z ta'limlarini amalga oshirib kelmoqda. Hududda premium darajadagi xonadonlar ham ko'pchilik tashkil qiladi. Masalan, Business House qurilish korxonasiga taalluqli bo'lgan premium xonadonlar ham mazkur hududda anchagina topiladi. Shuningdek, yangi Andijonda Andijon shahrining markazi bilan bog'lash uchun transport vositalari bilan ham ta'minlangan. Xususan, avtobus, mikroavtobus, taksi va yengil avtomobillar qatnovi muntazam ravishda yo'lga qo'yilgan. 400
raqamiga ega bo'lgan yo'lovchi tashish uchun mo'ljallangan mikroavtobus Yangi Andijon hududidan Yangi bozor, Eski shahar, Soy, klinika hududlaridan o'tib to shu Izboskan tumanining Paytux shahrigacha bo'lgan hududga qatnaydi. Bu esa mazkur hududda ishlaydigan fuqarolar uchun qulay sharoit yaratib berishligi bilan alohida ajralib turibdi. Keyingi videolarimizda siz qaysi hududlarda sizlarga videoga olib namoyish qilishimizni xohlaysiz? Kommentariyalarda va shuningdek izohlarda o'zingizni fikr va mulohazalaringizni qoldiringlar. Biz albatta vaqt ajratib siz aytgan hududlarga borib shahar va o'sha tuman video obzorini tayyorlab berishga harakat qilamiz.